Onam aytgan talaba qiz sizmisiz? Ha, manchi mollarga, qo'llarga qara olaman, kafel tera olaman, undan tashqari shkatorka qila olaman, smarka ham qila olaman. Yo, bir doktor bo'lsam-a degandim. Men o'zi tug'ma doktorman. Qayeringiz og'riyapti? Shpritsim qani endi? Yonbosh bilan qani bir? Sog'lommanman. Pishir-tushirdi bilakon qiz kerak-da. Begim, siz o'sha sumalakdan tosh topdim, bir parcha shlakablok topdim. Nima bu? Shashlik. Til bilsa deyman, ingliz tilini bilsa. Oh, has been to the house, please. Homes alive. Da-da-di-da-da-da. Oh, tudu. San'atga yaqin odam bo'lsa ham yaxshi-da, lekin Qizil ko'ylagim sen uchun emas, uzun sochlarim. rahmat, mazza qiling. Bo'ldi, og'iz yoping, mazza qiling, rahmat. Yoqmadimi? Yo, jahon estradasi dedim-da. Dali dum dali. Rep aytishim qani. Rahmat. Sizlarmi? Tushunmayapsiz-da, men tarixda o'qiganmisiz? Oldinlari ayollarimiz Men Misr malikasi shuni e'lon qilamanki, siz meni qo'limni so'rashga majbursiz. men majbur emasman. Nasib bo'lsa yana ko'rishamiz. Sizga oldindan baxt tilayman. Yana qo'ng'iroq noz qilishini qara. Uylanmasang uylanma, senlarda faqat kuchuk bo'lishim qoldi xolos. Kontraktga o'qishga kirgandan beri shu ahvol hammasi. Vele. Tabi buncha değil. Hozir. Doktor chaqirdingiz ham kasal qayeri? Ha, keling, erim kasal ichkarida. Kelin paxta bormi uyga? Yo'q, va terlagan martaba. Doktor nima qilyapsiz? Ana qo'l ketibdi eshtakon teleskopcha. Tak, tushunarli. Eriz xotinovirus kasalligiga chalinibdi. Nima? Xotinovirus. Doktor, bu kasallik nimadan kelib chiqadi? Kasallik eringizga ko'p gapirganingizda anaqa miyadagi oila xo'jaylariga varikoz tushadi. Keyin ko'p gap qaytarganingizda anaqa mehr tomirlarida gaymat paydo bo'ladi. Doktor, buni davosi bormi? Davosi bor. Eringizga qayerda edingiz, kim bilan edingiz deb so'ramaysiz. Kim bilan gaplashyapsiz demay, zayn tushdim, screenshot tashlang demaysiz. SMS-ga qarash umuman taqiqlanadi. Telefon kodini umuman so'ramaysiz. Telegramni umuman ko'rmas, galeriyaga umuman qaramaysiz. Mana shu ishlarni 3 kun davomida qilasiz ketma-ket. Doktor nima dedi? O'larkansiz. Bo'pti aka, men o'qishga ketdim. Oyog'ingning yag'rini hamma bilish shart emas, yo'qot almashtirib chiqana uni. Xo'p. Mana almashtirdim. Uzun bo'ladimi? Uzunroq qilmagan kiyim almashtir. Aka! Yo'qot. Xo'p. Mana bo'ldi, ketaveraymi? Labingni qizilini yo'qotki. Oy. Ko'zingni bo'yaganingni o'chiray. Makiyajingni yo'qot. Sochingni yig'ishtir. Ha, qo'shni nima gap? Ketmoningizni berib turing. Ketma, yo'q aka. Ha, mayli. Bo'ladimi? Ana, ey. Hop, qo'ylayga, ana chotki zo'r. Uyda ikkita shuba bor edi. O'shani kiyib ustimdan yana bitta ajon ham tashlab olaymi aka? Variant lekin. Sudralmasdan chaqqon kelingda. Uzr domla, qizlar bilan gaplashib qolib ketdingiz. Kiring. Siz ham gaplashib qolib ketdingizmi? Voy ustoz, men bekorchi emasman. Qaynotamga ertalabki zavtrakni tayyorlab berdim. Erimni ishga kuzatdim. Kechagi yoqqan yomg'irda suvda kirlarni ko'pirtirib yuvdim. Yetmaganiga darvozaxonani oldini steshka qilib kelyapman. Hamma kirib bo'ldi, darsni boshlaymiz. Daftarni oldim, ruchkani oldim. Oshga sut oldim, xamirga sabzi oldim, chuchvaraga banan. Daftar uchga ham bormi? Ha, bor, mana bozorlikda ro'yxat ustoz. Ushbu testlarni 20 minutdan keyin yig'ib olaman. Tezlashtiringlar, yechinglar bular. Dugonajon, test savoli. Tesla mashinasiga metan qo'ysa bo'ladimi? Abdulaziz yig'ishtiring telefonni. Ha, uzr ustoz. Abdulaziz sizga ham taalluqli. Mana ustoz test turibdi, hali ochganim ham yo'q. Oyjonim qildilar, gaplashib olay. Oyjon, mehmonxonaga kirasiz, shkafda 3-tokchasida, sochig'ini ostida, ro'molingizni orasida turibdi. Topdingizmi? Pul topdilar. Mavzu yuklaydi bot. Bu botga xohlagan qo'shiqchini ismini yozsa, hamma qo'shiqlarni chiqarib beradi. Instagram, TikTokdan xohlagan videoni silkash tashlansa, o'shani videosini ham, qo'shig'ini ham chiqarib beradi. Shazam ham ichida. Yuklaydi bot eng kerakli va foydali bot. Ustoz, 3-paraga kirmasam maylimi? Qizlar bilan banketimiz bor edi. Bo'pti. Ustoz, menga 3-parada Siz ham banketganmi? Yo'q, qizimni bog'chadan olaman. O'g'lim darslarini qilishim kerak. Oyijonim gapga boradilar, mantib pishirib qo'yishim kerak. Dadajonim, siz zakaz qilganlar, xo'jayinni kutib olaman. Hovlilarni shkatolka qilishim kerak. Ustoz! Kepsizlar. Qizim, Biram aqlli, qo'lidan hamma ish keladi. Oy qiz, tez
Turqani 48 soatdan buyon uxlab yotibdi. O'lib bo'lib qolmadingmi, ha? Derazani ochib havosini almashtirsang bo'lmaydimi? Oyi yana 36 soat uxlay. Umuman gap qaytarmaydi. Menga qara, menga sapchima, onangman. Menga qarama ko'zim ko'p. Bu meni hayotim. Hayotimga umuman aralashmay, o'zim normalni qilib eplayman. Tushundingizmi? Umuman menga baqirmang. Uyda hamma ishlarni qiladi. Pishir deysizmi, kirchir deysizmi, ventilyatorda g'iz aylanadi-ya. Uy ahvoliga qarab bo'lmaydi, hamma yoq o'zib yotibdi. Mana bu etigingni yotishini qara, kiyimlaring yotishini qara, changlari artilmagan. Stol ustidagi bir haftadan buyon yig'ilgani yo'q. Mana bu yorilgan sharincha yangi yildan buyon yotibdi. Kelgan odam nima deydi? Molxonaga o'xshaydi u emas, bitta madish qoldi xolos. Lokatsan bilib oldinglar, adashmasdan kelarsizlar. Nima bo'ldi? Bir kuni qamalib ketmasam bo'ldiydi. Nimaga? Yolg'on guvohlik berganim uchun. Kuyov, yaxshimisiz? Bozordagi savdolarda nima gap? Ishlaringiz Xudoga shukrmi? Tovaringiz oling qaytarib, maqtab sotganingiz padargina nima deyman, 9 gacha uxlaydi-ku bu. Nima qilay? Olingda chiroyli yangisiga bitta almashtirib bering. Siz bozorchisiz-a? Bozorchasiga tushuntiraman, yuringda skladga. Endi tovar topib ketganingizga ancha bo'ldi. Vazifat qilishga kech. Etiketkasini buzmasdan olib kelganingizda ham mayli edi. Endi bu kiyim tabizga o'tirmagan bo'lsa, Ikkinchi kiyim olaman. peredelka qilish kerak, qimmatroq parashokka yuvish kerak, himchiskaga olib kelib turish kerak. Basharasini qarang, g'ijimligini. Kuyov, dazmol qilish kerak, dazmol. Ko'chadagi mayka shortiklarga ishingiz bo'lmasin, ular sintetika, havo o'tkazmaydi. 2 marta kiyganingizdan keyin pishib qolasiz, kuyov. Bo'pti, urushmaymiz, yarashamiz endi. Hammalades, paplinni xilpillatib kiyib yuravering. Gucci Armanilarga ishingiz bo'lmasin. Bozorlarga ko'z tegmasin, bozorda naloq bosmasin. Amin Allohga. Qamatini silay, yorini yuzidan. Hey, oyijon, chiqing. Sizga sog'ib olib keldim-man. Kim bu yigit? Voy, kuyovim bo'ladi. Assalomu alaykum. Kuyov, yaxshimisiz? Ey, sovg'a, shuncha odamlarni davolaysiz, hammaga mehr ulashasiz. Qizingizni menga bergansiz. Bitta mashina bermasa qanaqa kuyovman endi, ey. Keling, haydang bitta. Keling. Mashina mengami? Ey, sizga sovg'a olib keldim-man. Bitta haydab keling mana. Bitta haydab katta taqib keling. Bitta haydab. Men ko'ra xursand bo'layman. Mayli, o'shancha. Xo'p. Mayli. U tormozini qo'ymasmiz, qayerga olib ketdingiz o'shani? Indama, zo'r, chotka emas. Hozir. Bu nima ekan? Budunlikmi? Yo'q, bomba. Avqot pishda chiqasanmi, yo'qmisa? Hozir. Yo'q, to'sh pamchi qo'ling tuyg'izadi seni. Kvartiraga gel olish kerak, parashok olish kerak. Kurson olish kerak. Keyin patenka krem olish kerak. Avtomat olish kerak, avtomat. Jo'ramiz armiya ketibdi. Armiya ketdimi? Kuzatish kerak. Tur qanaqa odamsan, shunaqa boshliq aytsak bo'lamay, qanaqa odamsan? Yashik noldiga. Yo bu. Ko'ra, ahvolingni qaragin, yotib yurgandan ustingga o't o'lanib chiqib ketgan-ku. Bir hafta turmasdan ustiga kartochka ko'rsa bo'ladi. Tur, nima ahvol bu, jo'ra? O ertalabdan kechgacha daga nima degan gap bu? O darmaymisan, usting chang bo'lib ketganini qara, Amak, to'xtang. Jo'ramiz armiyadan keldi. Marzadan keldi. Avtomat ushlab xizmat qilib, vatanni hurmat keldi bu. Tur, odamga qo'shilib tabriklandi, nima kerak sanga shu? Mana ham har kun avtomat otaman, birovga maqtandimmi? Yo'q bu. Menga qara, tanla yo jo'ralaring yoki mana shu PUBG. Tashlamaydi dema, har dam yodimdasan. Jo'ramiz. Kecha do'stim. Yo, zaryadkasi o'ldi, zaryadnik beringlar. Joyga qo'y. O'chirsak ginalabay bu o'z meni sepimga olinganda to'yga ishlab turamiz tuyullar ojon. Men to'y bo'lyaptimi, endi olib ketaman. Oyi, buni sarpamga olibsiz, to'y bo'guncha ishlab turamiz, to'y bo'lyaptimi, endi olib ketaman. Ha, bu meni sepimga olingan, to'y bo'lyaptimi, endi olib ketaman. Oyi, sepimdagi narsalarni ishlatyapsiz, to'y bo'lyapti, endi olib ketaman. Sepimga. Katta-ku. Farqi yo'q. Sepimga. Qochinglar. Kelyapsan, Qo'yvor. Oy, aka, yaxshi o'tiribsanmi? Men shu endi erga tegib nafsim chuqurlab uydagi narsalarni hammasini yerim uyga tashladim. Asal qizim, ko'ynog'i bo'shatib yubordik. Kechirim so'ragani keldingmi? Yo'q, ko'rpachani olib ketdim. Aytgandim-ku senga, ko'rpachani mixlab qo'ygindi. Mixtam olib ketgan ekanda topolmadim.
Shahboz aka, men ro'zg'orlarni umuman tushunmayman. Bilas hali yoshman. Dilshoda, sen xavotir olma. Men hammasini yaxshi qilishni bilaman. To'ydan keyin sekin-sekin o'zim o'rgataman, xavotir olma. Dazmol qilishni umuman tushunmayman. Men student bo'lganman, o'zim dazmollarni cho'tki qilaman, chizig'iga bo'ladi. Ovqatlarni qilishni ham yaxshi bilmayman. Ovqat qilish shunaqa cho'tki qilaman, shirin bo'lib og'zingni erib ketadi. Kirlarni yuvishni ham yaxshi bilmayman, chala yuvaman. Men o'zim shunday oqartiraman, pesda oqaradi. Idishlarni yuvishni umuman bilmayman. Xavotir olma, to'ydan keyin o'zim qarasam, o'zim senga yordam beraman. Shahboz aka, bo'ldi. Idishlarni yuvib bo'ldim. Bor endi uylarni yig'ishtirdi, supurib qo'y. Nima? Siz-chi yordam bermaysizmi? Menmi? Erkak kishi yordam beradimi? Shunaqa yordam bermasligingizni bilganimda sizga umuman tegmasdim. To'yda oldi nima madara bergandingiz? Shunaqa yordam beraman degandingiz. Bermayapsiz. Hamma narsa o'zimga qolib ketdi. Ha, bo'pti. Yordam berasiz? Bo'pti, ketdim deyman. Sevaman deb qotirma boshimni. Ha, bizni to'y chog'da bu mehmonlar Mana. Ay, ana xolas pulni. Ay, ana. Hammasi pulni. Ay, endi bada ko'ring. To'ylar ko'payaversin, bolani o'tirib qo'yinglar. Allohu akbar. Baba, yerga yaxshi qilinglar. Ha. Yetishdimi? Jim, yo'q, yana 3 kun yotib uchastka pul ishlayveramiz shunday qilib. Uyatmas ishton kiymay yursa ham qoycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Quloqlaringiz yaxshi. Pardalari butun. Mani quloqlarim soppa-sog'lom. Aslida boshqa maqsad bilan keldim. Men sizni qizingizni yaxshi ko'raman. Ha, har kuni darvozamiz yoniga gul tashab ketadigan jentelmen sizmi? Unga uylanmoqchiman. Qizim o'zimga o'xshagan doktor bo'lmoqchi. Men sevgim uchun kurashaman. Hali 5 yil o'qiydi. Men qancha kerak bo'lsa kutaman. Hali qizim sizni yoqtiradimi? Uni ko'ngliga qarashimiz kerak. U dunyodagi tengi yo'q qiz, uni sevaman. Bitta oila bo'lamiz. Qizim o'zi kontraktda o'qiydi. Kontrakt Bemorni ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Kontraktni o'zim to'lab qo'yar edim. Shu yerdaman.